balını tezle doktorga aparmamsan. Sığılıp tiz boldudan bulanmay qaldı. Nimaga vaqiraysan? Men saqchixona telefon qilibdi. 12-qism kun nisbatidagi o'g'irlik. Bo'ldi, ko'nglimni yarim qilma xotin. Rostini desam, shu topda meningmi ko'nglim yarim bo'lyapti. Ko'nglar bir onaning qo'rsqidan, arg'amchi to'qnoqdan boshqa hammasi tushidi deydi ekan. Biz hammamiz dadamning bolasi, lekin mijozimiz har yanza. Men inim Farhod bilan Qadirayni bundoq gaplarni qiladi deb o'ylab boqmabdi ekanman. Bu ishlarni o'ylagan sari meni hayron qoldiryapti. Men bu ishlarni xuddi chivin yamagandek beklib yaram bo'lib ketyapman. Men Qadirayning dadamga astulu vafası bor. Her nim degan bilan dadamga kuyindi deb o'ylabdi ekanman. Lekin uning dadamga menga tutgan muomalasi degan gap so'zlar meni bekmi yaram qilib qo'ydi. Bir dada eg'ir kunga qolganda menga eng ehtiyojli bo'ldi. Dal farzandlarning muhabbatiga emasmi? Bundaq vaqtda bahar sababni nima kerak ki? Siz de ağlamadınız. Bayatın siz sırtqa chiqib ketgan vaqtda Qadirayga öy baq qalaymagan bo'lib ketibdi. Vaqtingiz yetgan bo'lsa, tozalashib bergan bo'lsin desam, u yüzümden. Nima? Tozalashib beramdim. Siz tozlamay nima ish qilsiz? Uni ustiga men bek aldirash, ishqa bormsammaydi. Sizning baribir o'yin tozalashdan boshqa ishingiz yo'q-ku. Uni ustiga bo'yin egallab olish uchun mushoy kelgan bo'lgan-ekan, siz-chi aldirmay turib o'zingiz tozalayman ma'qulmi? O mana shundoq debla qapqadan muz yog'dirib chiqib ketdi. Adaş, bugün chiroying farqlab boshqacha go'zallashib ketibsan-ku. Ho'jo, mana bu sihriy girim buyumlarning karamati. Nereden setib olding bu girim buyumini? Buni-chi Qarqashnoya munofiydagi aynaklik binoga joylashgan sihriy girim buyumlarini maxsus setish do'konidan setib oldim. Bu do'konda sihriy girim buyumlaridan boshqa yana har xil dangliq markadagi girim buyumlari, ter asrash buyumlari, dangliq markadagi attirlar bor ekan. Bu do'kondagi mahsulotlarningki sifatidan mas'ul ko'rsa pulingizni qaytarib bergan taxi. Telefon numarini deb bergina men setib olay. 181 49 88 88 77. Bu izzatini bilmaydigan, nomus qilmay mushunda gaplarni qilib yurgunne buning. Qap to'xtab tur. Nima qilay deyapsiz Farruq? O'zingizni bilsizlar. Men hozir uning telefon qilib, qanday qilaman keyin qani? Bu uning nima qilgan qiliqi deyman? Ajiba mening dadam uning dadasi emasmikan? Nimanda g'araz anqirmaydigan, kuyimsiz bo'lib ketdi bu bir nimalar. O'zingizni tutulang dedim o Farruq. Siz bunda qiziqqanlik qilib yurisiz. Siz tarbiya ko'rgan odamg'o. Bunda qilsangiz Qadiray bilan ikkimiz o'tirib so'g'chilik paydo bo'lib qolmamdi. O nima degan bilan sizning singlingiz. Men bu uyda yana ko'ngilsizlik, ziddiyat bo'lib qolishini qat'iy xohlamayman. Har qanday ish bo'lsa o'zim qilay. Har qanday javob bo'lsa o'zim tortib o'tay. Dadimizning holidan o'zimiz xabar olaylik. Meni o'ylab qo'ying. Sizdan o'tinay bo'lamdi. Ko'ngli ko'ksin, nemanchi kangresinin xotin. Mushundaq yuragingni echitug'idek ahonatlar, nohaqchiliklar bo'lib ketsa, mu yanala undamay chidab turyapsa. Senda bor fazilatlarning biri mush ini sing'illarimda bo'lsa shu kashki. Sen men bilan to'y qilib, qanchalik xo'rlik ko'rding. Sen mush uyga kelin bo'lib kirgandan biri dadamni o'zingning dadisidek ko'rib, holdan shunda yaxshi xabar olib kelding. Dadamni deb xizmatingni tashlading. Lekin bu aqlsiz bir nimalar buni bilamdi. Canım merhaba. Rastını desem men senin oldingda to'liq xijilman. Sana ig'ir ko'ngil og'riqlarni tepadim. Buni kechir.
Farruh, Farruh, gözünüz açın ha? Bo'ldi, tatlı uyquni buzib. Sırtda şapağın otuda çıkıp giremsiz. Sirtda shamol chiqayotganda xotin, uyquni uxlavagina.快手，拥抱每一种生活。